Dvoyka. Doktorlarga zakaz qilganmisiz? Xitoy raspakovkalarini sog'inganlar bormi? Bu galgi raspakovkani turmush o'rtog'im qilib beradi. Chunki hamma tavalla erimga tegishli va erimda o'zi Xitoydan narsa zakaz qilganlar. Xitoydan narsa zakaz qilishi 5 yildan beri bilaman. 5 yil deganda endi erimga o'rgatdim Xitoydan narsa zakaz qilishi. Qoyilmisizlar? Chunki nima kerak bo'lsa o'zim zakaz qilib berardim. Lekin o'rgatib afsuslandim. Bo'sh vaqti bo'ldi degandan shu programmaga kiradilar. Kechasi ham, kunduzi ham, ertalab ham 2-3 soatlab shu programmada. Yana menga jalba ham qildilar. Nimaga ertaroq menga o'rgatmagansan Xitoydan narsa zakaz qilishi? Bitta futbolkani O'zbekistondan 400-500 mingga olardim. Men xohlagan futbolkalar shunaqa turadi. Xitoyda 100 ming so'mga tushdi kargosi bilan dedilar. Mana shu dvoykasi boshda yo'qmaganda, lekin kelsa juda ham chiroyli qolar. Mana shu dvoykani ham kargosi bilan 150 minglarga tushdi deb aytayotgandilar. Shortiklarga gap bo'lishi mumkin emas. Kачествоsi ham bomba kelgan, narxi ham hamyon bor. Siz ham erimga o'xshab afsuslanishni xohlamasangiz, plyuzni, anchagina plyuzni ekonom qilishni xohlasangiz, mana Xitoy kursim bor. Xitoy kursimga yozilsangiz, shunaqangi качественный tovarlarni xarid qilishi, brendовый tovarlarni xarid qilishi, undan tashqari uyda o'tirgan holatda onlayn magazinlar ochib, yaxshigina daromad qilishni ham Xitoy kursimda o'rgataman. Mana shu zontikni kargosi bilan 25 ming so'mga xarid qilibdilar. Xitoy kursimga yozilmoqchi bo'lsangiz, mana shu nomerimda Telegramim bor. Telegramdan yozsangiz bo'ladi.